Mana, men bilaman do'stlar. Agar xohlasanglar, islomning ikkinchi shartini men so'zlab beraymi? Albatta bo'ladi do'stim Kepenak. Sening yaxshi tushuntirib beralaydiganligingni hammamiz bilamiz. Seni taqatsizlik bilan kutyapmiz. Qani tezroq degina do'stim. Suyimli do'stlar, islomning ikkinchi sharti namoz o'qish. Namoz o'qish Allah Taala belgilik vaqtlarda farz qilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ish harakatlari bilan o'rgatgan ibodat. Namoz yana Allohga bandichilik qilishning muhim ifodasidir. Nihoyat yaxshi tushuntirding, do'stim Kepenak. So'zlaringdan bak so'yindim. Ishonamanki, bu so'zlaringni anglagan butun bolalar hech bir vaqt buni unutib qolmaydi. Sevimli do'stim At, men düşünümenki do'stimiz Kepinekning bu güzel sözlerini vallahi herkes esidan chiqarmaydi. Qadrli do'stlar, shunday qilib islomning ikkinchi shartining namoz ekanligini o'rganib oldik. Do'stlar, islomning ikkinchi sharti bo'lgan namoz haqida texmi ko'p bilimga ega bo'lish uchun Ahmad bilan dadisining parg'oniga quloq solaylik. Shunday bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Do'stim mushuk darhol quloq solaylik-chi. To'xtab turinglar do'stlar. Ana sevimli do'stimiz kim kelyapti? Qadrli do'stlar, kechikib qolganligim uchun sizlardan kechirim so'rayman. Kechikib kelishni asla yoqtirmaydim. Lekin ko'ringlardek, ma'lum sabablar tufayli kechikib qoldim. Sizlardan takror kechirim so'rayman. Undaq bo'lsa, hozirla Ahmad bilan dadisining bir masjidda qilishgan paranglarini anglashga boraylik. Do'stlar, tayyor bo'ldinglarmi? Mana men tayyor do'stlar. Ahmad bilan dadisining paranglarini butun diqqatim bilan anglayman. Men tayyor, ammo namozga o'tishdan burun yana bir qitim islomning birinchi sharti bo'lgan kalima shahodatni bir deb o'qimba. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Muhammad alayhisalom Allohning bandisi va elchisidir. Do'stlar, kiyik do'stimiz islomning birinchi shartini bizga yana bir qitim eslatib o'tdi. Hamda Ahmad va dadisining islomning ikkinchi sharti bo'lgan namoz to'g'risidagi parangiga quloq solaylik. Tayyor bo'ldinglarmi? Biz tayyor bulbulchaq. Bizmi tayyor bulbulchaq? Menmi tayyor bulbulchaq? Menmi tayyor? Do'stlar, hammamiz tayyor bo'pdik. Undaqda Ahmad va dadisining parangiga quloq solaylik. Anam islomning 5 shartining birinchisini yaxshi tushuntirib qo'ydi. O'rganganimni sizga deb beraymi jinim dada? Quluqim senda suyimli o'g'il. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Yani guvohlik bermanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning bandisi va elchisi. To'g'ri deyaladimi dada? To'g'ri deding o'g'lim. Har qanday bir inson kalima shahodatni tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlamaguncha musulmon bo'la olmaydi. Alhamdulillah, men musulmon. Allohga ming shukr, hammamiz musulmon. Islomning ikkinchi sharti namoz o'qish, shundaqmi dada? Shundaq o'g'lim. Islomning 5 shartidan ikkinchisi namoz o'qish. Namoz ibodatlarning eng afzali. Vaqtida o'qilgan namoz Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amallardan biri. Amal degan nima dada? Amal degan arabcha so'z bo'lib, Allohning amr farmonlarini o'rinlash degan ma'noni bildirdi o'g'lim. Amal so'zining boshqa ma'nolarimi bormi dada? Albatta bor o'g'lim. Amal so'zi tadbiqot va ish-harakat degan ma'noni bildir. Amsi dada buni mundaq tushunsam bo'lamdi. İbadetlerinin en afzal bo'lgan namozni vaqtida o'qish Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amalni qilganlik bo'ladi. To'g'ri deding o'g'lim. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amal qaysi degan savolga vaqtida o'qilgan namoz deb javob bergan. Har kuni 5 vaqt namoz o'qiymiz, shundaqmi dada? Shundaq o'g'lim, kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz. 5 vaqt namoz Miroj kechasi farz qilingan. Namozning vaqtlari haqida Alloh taolo namoz mu'minlarga vaqti belgilangan holda farz qilindi degan. Undaqda namoz qaysi vaqtda farz qilingan? Namoz hijratdan 1,5 yil avval, Hijriya kalendari bo'yicha 7-oyning 27-kuni farz qilingan o'g'lim. Dada, farz degan nima? Farz har bir musulmonning ado qilishi zarur bo'lgan Allohning buyruqidir. Namoz musulmonning miroji. Butkul haq dinlarda namoz ibodati bor. Payg'ambar alayhissalomni Miroj kechasi 5 vaqt namoz farz qilinishdan burun namoz o'qiydi. Alloh taolo butun ayol musulmonlarga kunda 5 vaqt namozni farz qilgan.
Aqli ushi joyida bo'lgan har bir musulmonning kunda 5 vaqt namoz o'qishi shart. Qiz o'g'il farzandlarning kichigidan boshlab namoz o'qish va ro'za tutishga o'xshash ibodatlarga ko'ndirilishi, bu ibodatlar haqida ularga ma'lumotlar berilishi kerak. Shuning bilan bolalar 10 yoshga kirganda namoz o'qishga ko'ngan va bu ibodatlarni to'g'ri ado qilish uchun zarur bo'lgan savodga ega bo'lgan bo'ladi. Undaqda menmi dal vaqtida so'rabdiman-da dada. Shundaq o'g'lim, sen dal vaqtida so'rding. Yana kelib bizga mas'uliyatimizni eskartganmi bo'ldi? Endi sana 5 vaqt namozning ismlarini aytib beraymi? 5 vaqt namozning ismlarini menmi bilaman dada, deb baqaymi? Bo'ladi o'g'lim. Bamdod, Pishin, Asr, Shom va Xubtan. Barakalloh o'g'lim. Vah, farz namozlarni bilib oldim. Namoz masjidda o'qilamdi dada. Anam namozlarini uyda qo'ydik amsa. Shundaq o'g'lim, namozni masjidda o'qish afzal, ammo uyda o'qisimi bo'ladi. Koinot va butun dunyoni yaratgan Alloh taolo payg'ambarimizning ummatiga butkul yer yuzini masjid qilib bergan. Dada, undaqda masjidlarning musulmonlarning turmushidagi roli nima? Suyimli o'g'lim, shuni bilginki, biz musulmonlar Allohga ibodat qilish uchun masjidlarga to'planamiz. Barliq musulmonlar qarindosh. Musulmonlar masjidlarda jamoat bo'lib namoz o'qish orqali mehr muhabbatini kuchaytirdi. Musulmonlarning 5 vaqt namozi uchun masjidda jam bo'lishi nima degan yaxshi? Dada, undaqda juma-chu? O'g'lim, juma musulmonlarning haftalik bayrami. Bütün musulmonlar juma namozi uchun alohida tayyorlik qiladi. O kuni vaz nasihat va imomning xutbasini anglaydi. Dada, vaz degan nima? O'g'lim, vaz diniy savod deganlikdir. Undaqda vojib degan-chu dada. O'g'lim, vojib deganimiz dinimizda darajasi farzdan keyin turadigan har bir musulmon ado qilishga tegishli bo'lgan buyruqdir. Masalan, xubtandan keyin o'qiladigan 3 rakat vitr namoziga o'xshash. Dada, tahorat ilish farzmi yoki vojibmi? O'g'lim, tahorat ilish farz. Namozning farzlari 12 bo'lib, 6si namozning sirtida, 6si namozning ichida. Namozdan burun tahorat olamiz, shundaqmi dada? Shundaq o'g'lim. Namozdan burun tahorat ilish farz. Uningdan boshqa namoz o'qimoqchi bo'lgan kishining kiyim-kechigi va namoz o'qiydigan yerni pokizlashi, avratini yepishi, qiblaga yuzlanishi kerak. Qibla Makka mukarramadagi Ka'ba